Assalamu hörmetli qarindoshlar. Sharq Turkiston Surgundi hukumati televiziyasining xabarlar programmasida ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Indigenous people, ya'ni yerlik ibtidoiy xalq atalg'usi qanday xalqlarga qaratilgan? Uyg'urlar indigenous people mu? Agar Uyg'urlarni indigenous people, ya'ni yerlik ibtidoiy xalq tizimligiga kirgizganda Uyg'urlarning istiqboli qanday bo'ladi? Baş ministerimiz Salih Xudoyor efendi bu haqda izlanib tekshirish ilib bordi. Dalil isbotlarni yig'di. Tuanda dehqonlarga baş ministerimizning indigenous people haqidagi tushuntirishlarini sunamiz. Ko'ngil qo'yib anglab, bizni nima uchun indigenous people qilib tanitdi degan tema haqida jiddiy o'ylanib, to'g'ri bo'lmagan qilmishlarni ayblashda dodil bo'lishinglarni, o'z manfaati uchun millatning taqdiri bilan o'ynashib, xalqni to'yiq yo'lga boshlaydiganlarning qilmishlarining javobgarligini surishtirishinglarni, har vaqt sergak bo'lishinglarni, ularga qilchimo fursat bermasliginglarni, aldım xaltisiga tushib, kollektivning manfaatini ziyonga uchratishdan saqlanishinglarni umid qilamiz. Assalomu alaykum barliq Sharq Turkistonlik qarindoshlar. Bugungi so'z qilishimning sababi shu indigenous people'lar haqidagi bo'layotgan shu munozir to'g'riliq va indigenous people'larniki xalqaro bo'yicha u indigenous qonun bo'yicha xalqaro qonun bo'yicha indigenous degan nima va bu indigenous people ning haqlari xalqaro bo'yicha qanday va bu bizga, bizning millatimizga, bizning milliy da'voga, davlatchilik nimamizga uyg'un kelamdi, kelmamdi shu to'g'riliqdan so'zlayman. Buni so'zlab qilishim aslida bu to'g'riliq nurg'un qitim boshqalar so'z qilib bo'ldi, tugatib bo'ldi deb shuncha bir bo'ldi deb nim qilsam yana bu masala o'tirib qo'yilyapti. Bugungi so'zishim shu qarindishimiz doktor Burhan Uluyol efendim Türkiye'den şu Facebook'ta bir narsani chiqarib ekan şu indigenous people'larniki mustaqillik haqqi bor ekan deb. Afsuscha hamda bo'lgan bo'lsa xushal bilan qarashaldim, lekin bu unda ularniki indigenous people'larniki unda haqqi yo'q. Xalqaro bo'yicha, ya'ni BDT qonun bo'yicha unda bir haqqi yo'q va buni tushundirish uchun bu yerga so'zlayapman. Bu yerda bu meningki Burhan qarindishimizning tanqid qilishim emas, faqat xalqimizga ma'ni tushuntirish va bu masala bizningki milliy da'voyimizga, mustaqillik da'voyimizga va davlatchilik prinsipimizga mas kelmaganlik uchun men bu yerda bu to'g'riliq yana qaytadan xalqimizga bu masalalarni aydınlaştırış uchun so'z qilyapman. Hamda ekranimni share qilaman, ekranimni chiqaraman. Boshdan shu qarindishimiz doktor Uluyol efendimninki chiqargan narsani qarasak, bu yerda adaptu shu indigenous people'larniki mustaqillik haqqi bor ekan deb. Bu yerda hamda inglizcha deydi the right to self determination, ya'ni o'z taqdirini o'z belgilash haqqi. Indigenous xalqlarniki shu o'z taqdirini öz belgileş hakkı şu UNDIRP şu BDT'nin ki nimo o taraqqiyat ve nimisi doğruluk prensipleri ve indigenous people'larnınki şu nurgun başka bu öz taqdirini öz belgileş to'g'riliq nurgun başka tushunchalar bo'lsa-mu, indigenous bu tushunchaning asos nimasi indigenous people'lar xalqlarniki o'zininki jamiyatiga o'zi uchun nimaninki yaxshi ekanligini o'zi belgilaydi debdi. Endi bu yerda qisqacha nima qilsam, bu yerda indigenous xalqlarniki şu mustaqil ve örbiliş haqqı bor debdi. Bu narsani men to'g'ridan izlab baktım, nereden chiqqanligini bilmedim men.
xeyli izlab baktım. Bununki qaysi nimdan elilganligini topolmadim. Buni bildirib qo'yay. Ammo xalqaro qonun bo'yicha, ya'ni bu yerda ma'vo BDT'ninki kishilik huquq nimsininki, ishxonasininki tarmoqininki shu indigenous people'lar haqidagi qarori, shu BDT'ning to'rbitidagi BDT'ninki chiqargan qarori. Bu yerda qarasak inglizchada bosdik deyli. Mana hozir chiqyapti. Xo'sh, mana bu shu Asia Pacific Forum bilan birlikda nim qilibdi bular. Shu xalqaro milliy kishilik huquq tashkilotlarga shu indigenous people'lar haqidagi tushunchani beradigan nimasi, shu BDT'ning kishilik huquq nimasi bilan chiqarilgan. Xo'sh, bu yerda bizga asos muhim mazmun shu mustaqillik, o'z taqdirini o'z belgilash masalasi bo'lgandan keyin biz 3-chi chapterniki 19-bet boramiz. 3-chi chapterga bosib 19-bet. Xo'sh, mana 3-chi chapter bu indigenous people'larning haqqi to'g'riliq tushuncha. Mayada the content of the declaration: self-determination, autonomy, and participation, consultation, and consent. The right to self-determination, autonomy, self-government, and indigenous institutions. Yani öz taqdirini öz belgilash haqqi, avtonomiya va o'zini hukm qilish va indigenous institutions, yani bilimler debdi. Xo'sh, menda bu shu indigenous people'ni kasach business dedi, ammo men muhim narsa bu indigenous people's right to autonomy and self-government are reflected throughout the declaration, but chiefly in Articles 3 and 4. Indigenous xalqlarningki avtonomiya haqqi va o'zini hukm qilish haqqi shu BDT'ninki shu ahdnomasida, shu Jakarnaması deyildi, Jakarnam buldu. Indigenous people'ın haqqı Jakarnamasida nurg'un qatim ta'kidlandi, ammo asosan 3-chi va 4-chi modda deydi. These provisions affirm deydi. Bu moddalar shuni deydiki, indigenous people have the right to self-determination. Yani indigenous xalqlarniki o'z taqdirini belgilash haqqi bor debdi. In exercising their right to self-determination, shu o'z taqdirini o'z belgilash haqqini ijro qilish bilan indigenous peoples have the right to autonomy and self-government in matters relating to their internal and local affairs. Yani indigenous xalqlarniki avtonomiyaga va o'zini hukm qilish haqqi bor. Shu ichki va shu nimada ichki va shu yaqinlikqa, shu masalan Qashqarning ichida o'zini nim qilish haqqi bor degandek. Yani tashqi masalalar kelgan chaqda bularninki hech qanday haqqi yo'q degan gap bu yerda. Va uningdan keyin deydiki, mayada reflecting the state of contemporary international law, the affirmation of self-determination in the declaration is deemed compatible with the principle of territorial integrity and political unity and of sovereign and independent nations. Yani hozirgi xalqaro qonunninki vaziyatiga nisbatan bu o'z taqdirini o'z belgilash degan shu Jakarnamada shu davlatlar mustaqil va nima deydi, sovereignni o'z
o'zini hukm qilish davlatchilik nisbatan va shu davlatlarniki birligi va zamin butunligiga nisbatan mushu uyg'un keladi, mushunaqa uyg'un bo'lib, mushunda o'z taqdirini o'z bilish, o'z belgilash haqqi bo'ladi debdi. Ya'ni bu yerda aziz qarindoshlar, bizga nisbatan bu indigenous peoples ninki nimasiga qarasak, bizga bu masalada bu bizga ziyonliq. Chunki biz bu yerda avtonomiya talab qilmayotimiz yoki yolg'izlam o'zimizni Qashqarda yoki Qashqarning bir bo'lumida hukm qilish uchun talab qilmayotimiz. Bunun to'g'riliq yana bir masalani nima qilsam, masalan, mayada Mao Kanada hukumatiningki xalqaro mushu indigenous people'larningki bilan munosabati va ularningki haqlarini nima qilish, hurmatlash masalasiga keladi. Mayada deydi, birinchi modda bu Kanada hukumatiningki Mao Justice degani Adliya ministerligininki torbiti. Shuningda chiqarilgan. Birinchisi deydi, the government of Canada recognizes that all relations with indigenous peoples need to be based on the recognition and implementation of their right to self-determination, including the inherent right of self-government. Yani deydi, Kanada hükümeti indigenous xalqlar bilan munosabat, har qanday munosabat o'rgangan chaqda mushu ularninki o'z taqdirini o'zini belgilash va o'zini hukm qilish haqqini e'tirof qilish bilan boshlanadi debdi. Ya'ni bu yerda asosan jihatdan kelsak, bu yerda agar indigenous people'larniki mustaqillik bo'ladigan bo'lsa, Kanadadagi indigenous people'lar nimishqa mustaqil emas, başka yerdekiler nimishqa mustaqillik talab qilmaydi. Hatta men o'zim Amerikaniki Oklahoma degan yerda Oklahoma degan yerda cho'ng bo'ldim. Bu yerda shu Amerikaniki yerlik millatlar, ya'ni indigenous people, Native Americans deydi, shu yerda nima qiladi. Ve ularninkimi o'zini taqdirini o'z belgilash haqqilari bor va ularni o'zini hukm qilish haqqi bor. O'zlarini hukm qilish haqqi bor. Amerika qonuni bo'yicha. Ular o'zini qanday hukm qiladi? Masalan, Oklahomada nurg'un yerlar bor. Oklahomaninki nurchiyalarda har indigenous people'ga ayrim bir rayonlik qurib turadi. Rayonlari bor. Shu rayon ichida ularniki o'zininki saqchilari bo'ladi. Shu rayon ichida ular o'zininki ba'zi qonunlar bo'ladi o'ziga nisbatan. Ammo davlat tashqi davlatlar bilan tashqi nimalar bilan hech qanday bir munosabati bo'lmaydi. Ularniki o'zininki qurolli kuchi yo'q, tashqi siyosat yurgizolmaydi. Faqat shu o'zininki shu sizpagan ba'zi rayonlarda o'zini hukm qildi deb ashunda o'tab ketadi. Yani bu yerda eng xatarlik narsa, bazı teşkilatlar, bazı atalmış davagarlar bizninki devletimizning ismini ishlatmay imzo qildigan nimalarda Uyg'ur rayon deb nima qilyapti. Bu xato. Bu bizninki davlatchilik prinsipimizga va mustaqillik harakatimizga, mustaqilligimizni asliga keltirish harakatiga qarshi. Nima uchun qarshi desiniz? Bizninki Sharq Turkiston bir davlat. Yani başka bir davlatniki bir rayon emas. Masalan, Almaty'ninki Uyg'ur rayoni desa, u aqida. Bu Qozog'iston davlatininki Almaty shahrining Almaty oblasti yoki Almaty shahrining ichidagi Uyg'ur rayon. Ve yoki O'zbekistonninki Andijonninki Uyg'ur rayoni desimi, umma aqida. Çünkü O'zbekiston davlatininki Andijon shahrininki Uyg'ur rayoni. Ammo Sharq Turkiston ayrim bir davlat, bizning davlatimiz. O Xitoyninki Uyg'ur rayoni emas, boshqasining Uyg'ur rayoni emas. Shuning uchun u
ishlatmasligimiz kerak va bunda qilish orqali masalan Xitoy hozir Sharq Turkistonda necha yilni 72 yilni hozir davomli Xitoyni mustamlikachilarni aklib uchirayotdi. Uyg'urlarning shaharlarini, xalqning o'zininki Sharq Turkiston shaharlarining ko'p qism rayonlarini xitoylashtirib bo'ldi. Keyin bu indigenous narsani qabul qilib qolsak, shu bizga beradigan haq shu Xitoy deydi, bu Xitoyning padisi, bu to'sizlik indigenous haqlarni berayli deydi. Undan keyin shu atışniki ma yez taraflarda Uyg'urlar borken mishadiki mushu Uyg'urlar o'zini hukm qilish uchun mushu Uyg'urlarga haq bermi deydi. Qashqarniki bir bulunini nim qilib mayada ma Ko'ni shahar taraflarda Uyg'urlar jirken shuning uchun u ayada o'zini qo'ldo'litib o'zini boshqarayotgandek o'zininki ishki kishilarni alqis bo'ladi, uning qarshi turmaymiz deb ashunda o'yan o'ynaydi. Va yana Xitoylar qag'ayalni qilib bizni asonlik millat qilib ashunda o'ynaydi, qo'ldo'litdi. Chunki bu Xitoyning qilayotgani boshqa davlatlarningki qilib bo'lganlar naslni qaytadan shu zamonaviy qilib ijro qilyapti, mustamlika qilyapti yani. Endi xo'sh, BDT'ninki o'zininki to'g'ri bitirib kelsak, yana mana United Nations Department of Economic and Social Affairs BDT'ninki rasmiy to'g'ri biti iqtisodiy va ijtimoiy, yani social desek ijtimoiy bo'ldi-ku, yoki jami masalalarniki bilimi tarliqi indigenous peoples. Beyada İngilizce başta bana PDF version. Xo'sh, mana indigenous people'larning haqqi BDT'ninki. Beyada bu biz hammasini o'qib yurishning hayati yo'q. Beyada nima deydi? Article 4 maddesi. Indigenous peoples in exercising their right to self-determination have the right to autonomy or self-government in matters relating to their internal and local affairs, as well as ways and means for financing their autonomous functions. Yani indigenous people'larniki turib-turib ekranni unutib ketdim men, kechiringlar. Ekranni o'zim so'zlab ketibman. Ekranni men deb qaytadan nima qilay men mayada. Mana ma BDT'ning to'rbiti. Mana ma bastık İngilizce chiqyapti. 4 maddesiga barayli. 4 maddesi mana hozir o'qiganim shu. Ya'ni indigenous haqlarniki o'z taqdirini o'z belgilash haqqini ijro qilish nim bilan ularningki avtonomiya va yoki o'zini hukm qilish ichki masalalarda va yerlik masalalarga kelgan chaqda o'zini hukm qilish haqqi bordir debdi. Va o'zininki shu hukm qilish nimasini avtonomiyasini ijro qilish uchun iqtisodiy nimalar iqtisodiy nima haqlari bor deb ashunda debdi. Ya'ni bu yerda bizningki yana ichki masalamizga kelgan chaqda ichki masalamiz, ya'ni siz bilan men urushib qolsam bo'ladi. Bu ichki masalamiz. Uy ichining masalasi. Bayam deb berganimdek, bizga keyin Xitoynikini yetish shu hammamizni qirib etmasmi? Vatanimizni Xitoylashtirib asosiyatda bizga ayrim bir 3-4 yani berib qo'yib, "Ma'vo seninki yering, mayda seninki nimang bo'ladi, o'zingninki nimangni avtonomiyasing bo'ldi mana" deb ashunda qo'ldi. Hamda buningki 46 maddasiga kelsak, eng ziyonli buningki tushunchisi mayda. 46 madda. Nothing in this declaration may be interpreted as implying for any state, people, or group or person any right to engage in any activity or perform any act contrary to the Charter of the United Nations. Bu Jakarnamadagi barliqmış maddelarning ichidagi hech bir narsa ta'tir tushunib, hech bir har qanday bir davlatningki
xalqninki, guruhninki va yoki shaxsninki BDTninki ahtinamisi qarshi harakat qilishiga izin bermaydi va unda nima qilmasin deydi. Or construed as authorizing or encouraging any action which would dismember or impair totally or in part the territorial integrity or political unity of sovereign and independent states. Ve bu hiç qandaq mesela başka bir devletninki başka bir mustaqil devletninki parçalanışıga, onun ziyanet kelişge, onunki zemin bütünlükini, siyasi birlikige, ziyanet kelişge hak vermeydi deydi. Mesela hazır hem de bizim meselemiz kelsek xalqaro afsus bizni hazır kadar hiçbir devlet Sharq Turkistonda resmiy besilib olgan devlet deb e'tirof qilgani yo'q. Ammo biz buni haqiqat deb bilamiz. Bizningki burun devletimiz bor ekanligi hammadan aydın, hammadan biladi. Tünügün bütün dünyanın hamma yerida biz Sharq Turkiston Cumhuriyetlerini mustaqillik kunini tabriklab faoliyat o'tkazdik, namoyish qildik. Aslında torlarda bir-birimizni tabrikladik. Ve bunu hiç kim meyli Xitoy inkar qilsin, qilmasin. Hammadan biladi o Sharq Turkiston burun mustaqil bir devlet bo'lganligini. Ve bizningki besilib olgan devlet ekanligimizni o'zimiz bilamiz, boshqalar meyli buni e'tirof qilsin, e'tirof qilmasin. Bu aniq ish. Biz bir ishg'ol ostidagi bir devlet. Hamda xalqaro Xitoyni mustaqil deb biladi va Xitoyninki zemin bütünlükini, siyasi birlikini qo'llaymiz, anda qilamiz, banda qilamiz deb nima qildi. Masalan, bu qonunda bizninki ba'zilar xato tushunch berayotgan narsada bu indigenous people'larning haqqi narsada qaramani BDTning o'zining to'rida qarasa bizga mustaqillik haq berilmaydi. Devletçilik hakkı verilmeydi. Fakat özümüzün kolda tutup aslında özümüzün tilimizni arayında saklap keliş için şu hakkını verirdim. Mesela xuddi Oklahoma'da 70'inci deme az deganda bir 20-30 Indian kabileleri var ve onunki ayrım indigenous öz taqdirini öz belgileydigan, özünün qanununu yürütüdigan kichik rayonlar bor. Aşında Oklahoma shtatning ichida ular ya tashqi bir munosabati bir narsa nima qilinmaydi. Diplomasiya munosabat o'rnatilmaydi, askar nima qilinmaydi, urush ochanmaydi, o'zini qo'g'diyolmaydi. Faqat shu o'zininki shu belgilab bergan, sizib bergan kichik rayonlarda va Oklahoma shtatninki faqat bir muncha kichik rayonlarda o'zininki shu o'zini hukm qilyapmiz deb ashunda ko'rgazma shaklda o'zini hukm qiladi. Zaten tillarini unutib qoldi, u boshqa gap. Ba'zilar qaytadan tilimizni nima qilamiz deydi. Asosan bu yerda afsus bu Oklahoma'da qimani jiq o'ynaydi. Chunki bu Indiyalarniki yerda o'zininki boshqa yerda cheklanib qolgandan keyin shu qima qonunni ichish uchun o'sha Indiyalarniki nimasiga berib, aşağıda u o'zimizniki qonunlardan chiqarish haqqi bo'lgandan keyin o'zininki shu rayonlarda qima qilishyapti bor. Shuni deb aytay. Indigenous people degan narsa bizning milliy davomizga, davlatchilik prinsipimizga uyg'un kelmaydi. Shuning uchun uni tamamen rad qilishimiz kerak. Xuddi Tibetliklar qanday tamamen rad qilgandek, bizmi rad qilishimiz kerak. Chunki biz bir besilib olgan davlat. Kechirsizlar. Biz bir besilib olgan davlat.
Biz ilk assallık da nima qilgan bir yerlik xalqlar sifatida unda nima qilsak, ato'gin Xitoyning niyatimi shu. Bizni shu tamamen yo'q qilib, masalan Xitoymi deyapti, biz Uyg'urni yo'q qilmayapmiz. Nima qilmayapmiz? Uyg'urlarning avtonomiyasi bor, haqqi bor. Uyg'urlar erkin yashayotdi, usloynayotdi. Mana ko'rmamsizlar. Deb ashunda o'yan ko'rsatdi. Ato'gin mushundaki tivasak, shu indigenous nimisini qabul qilib qalsak, Xitoymi xo'sh bo'ladi. Chunki davlatchilik, davlat talab qilish zimin da'vosi tamamen tugaydi. Tamamen tugaydi. Chunki Xitoy deydi, mana bu indigenous people'larniki, mana shu Qashqarning Ko'ni shahrida bir necha Uyg'ur qolgan shulniki o'z taqdirini belgilash haqqini beramiz. O'zini hukm qilish haqqini beramiz, o'zini boshqarish haqqini beramiz deb ashunda o'ynaydi. Chunki hammanglar bilsa, hozir Sharq Turkistonning hamma yeriga Xitoylarni kunda qumdek chukayotdi. Sharq Turkistonning nurg'un qismlarini asosan Xitoylashtirib bo'ldi. Masalan, Urumchini asosan Xitoylashtirib bo'ldi. Korulni asosan Xitoylashtirib bo'ldi. Qumul Turpan taraflarini shu Xitoylashtirib davotdi. Keyin shu bizga qoladigini shu bir rayon. Va u orqali biz kelgusimizni saqlayolmaymiz. Tilimizni saqlayolmaymiz. Dinimizni saqlayolmaymiz. Mavjudligimizni saqlayolmaymiz. Kundan-kun sira shu azlashib, nima qilib, asta-asta borgan sira tamamen qurib ketamiz. Shuning uchun indigenous people niki haqlari agar mustaqillik beradigan bo'lsa, u 120 necha davlat uning imzo qilmaydi, qarindoshlar. O'zimizni bu yerda aldamayli, chunki unda bo'lsa hamma davlatning ichida unda indigenous people haq beradigan bo'lsa, hamma davlatning ichida hammasi qo'pab mustaqil bo'lmaydi, mustaqil bo'lmaymi deydigan az millatlar bor. Agar fursat bo'lsa, ularga mustaqilamiz, mustaqil bo'lmaydi deydi. Bizning aramızda ba'zi bir turkumlar mustaqil bo'lmaymi deganlar bilan boshqa millatlar bizdek unda qarab o'tmaydi. Ya da mustaqil davlatlarningki faqat indigenous people'ningki mustaqillik o'zining mustaqil bo'lishi, davlat qurishi unda bir haqqi yo'q. Faqat bir kichik rayonda o'zini boshqardim deb Xitoy ichida nima deydi? Wang Shujilik qilishma, shu Wang Shujilik qilishda. Allohim aqidi o'zini o'ziga. Shuning uchun aziz qarindoshlar, biz o'qisakmi, shu xalqaro qonun bo'yicha nima ekan hamma moddalarini o'qib, obdan bilishimiz kerak. Bir qonun chiqib qolsalar, bu yaxshi ekan deb imzo qilib etmasligimiz kerak. Nima qilmasligimiz kerak? Hammasini tafsili o'qib, meniki davlat prinsipimga uygunmi? Meniki da'vosimga uygunmi? Meniki kelgusimga uygun kelamdi, zid kelamdi deb buni o'ylashimiz kerak. Masalan, nurg'un davlatlar, aziz qarindoshlar, diplomatiyada mushunda bir tal moddani deb bir qonun bo'yicha, masalan, bir kelishimda yoki bir nimada bir tal moddani deb bir-birisi bilan urush qilib ketadi. Masalan, xuddi 46-yilda 11 bitimda nima qilgandek, Xitoyli davlatchilikda ching tug'gandek, ular ching tug'di. Masalan, nima Xitoyningki Zhang Zhusen, Zhang Zhidongmo ismi nima Xitoycha allat. U formani ko'raplama, iznakni ko'raplam, ya chiranmaymi bu yerga nima qildim deydi. O moddani bu yerda Sharq Turkiston degan moddami yo'q aniki nimisida 11 bitimda. Chunki uningki nimasi zid keladi. Xuddi ma'noda bu hamma davlatlar, bu imzo qilgan davlatlar hammasiningki indigenous people'lari bor, Amerikaninki bor,
Kanada'nınkin var, Avrupalık bazı devletlerninkidim var. Indigenous Avustralya'dan var. Hatta Japonya'da mı indigenous Ainu people'la var. Eğer indigenous people'larnınki müstakillik buladigan hakkı bo'lgan bo'lsa, allaburun nurgun müstakillik hareketleri oturga chiqib, müstakillikni jakalab bo'ladi. Qarindoshlar, bizdek laygazel o'tirib, ani qiysak qilamti, mani qiysak qilamti, anda desek mamanda yordam bermasmikin deb qarab o'tamaydi. Unda ona iş yok aziz qarindoshlar. Aldanmaylı, üzümüzünü aldımaylı. Bu indigenous degan narsadan jiroq turayli. Bizninki davlatchilik davosimiz, bizninki zamin davosi, davlat davosi, biz besilib olgan bir davlat. Biz asalliq bir millat yoki bir narsa emas, bir guruh emas. Buni obdan bilishimiz kerak. Shuning uchun bu yerda nimani tanqid qilmayapman. Ba'zi qarindoshlarimiz haqiqatdan tushunmaydi. İngilizcesini bilmegenlik uchun yoki bu narsa tafsiliy o'qimaganlik uchun ham bir narsa o'qib shapqillab qo'shib ketadigan yerlarimiz bor. Bunda xatolikni men o'tkazganim bor inson bo'lgandan keyin. Ammo biz hamma narsaga diqqat qilishimiz kerak. Har bir bizga aloqador har qanday bir qonun bulamdı, biznes bulamdı, hamma narsani o'qishimiz kerak. Masalan, men nurg'un Uyg'ur region degan nurg'un tashkilotlar shunga imzo qildi deb nima qildim? Men red qilaman. Nima uchun red qilaman? Yani ko'rinishda Uyg'urlik toza foydali narsa. Ammo oyada davlatimdan voz kechgan bo'laman. U Uyg'ur region degan narsaga imzo qilsam, davlatimdan voz kechib, Xitoyninki bir parçasымен bunu qabul qilaman degan bo'laman qarindoshlar, agar undan narsaga imzo qilsam. Teşkilatlarımız bo'lsin, da'vogarlarimiz bo'lsin, bunda xatolikni takrorlayvermaymiz qarindoshlar. 72 yilning yozi o'xshash xatolikni takrorlayvermaylik. 72 yil, 100 yil burun qilgan xatolikni uningdan saboq olib, yana qayta takrorlamaylik. Chunki biz pushaman qilib burun qilani xainni tillaymiz, nafratlanamiz. Bu xainning tufayli mana shunday qildik deb, undan keyin ba'zi qarindoshlar bilib bilmay vatanimizga, davosimizga, davlatimizga bilib bilmay. Ba'zilar bilib qiladi. Ammo ko'pincha bilmay xainlik qilib qoladi. Chunki imzo qilayotgan nimasininki o'ylamaydi. Buningki meniki kelgusimdagi taqdirimga, millatimning beshiga nima keladi deb unda uzun o'ylamaymiz. Biz kelgusini o'ylamaymiz. Bugunimizdan o'ylab Uyg'ur dedi. Deplam çavak çıp gitimiz. Uyg'urligimizni qabul qildi. Uyg'ur dedi deb. Bunda xatolikni qilavermaymiz qarindoshlar. Bunda qilaversak bizga kelgusimiz yo'qladi. Hatta Amerikadagi yerlik indiyalıchilar yoki boshqa indigenous Kanadaning indigenous xalqlaridek yoki Avstraliyaning indigenous xalqlaridek bulanmaymiz. Xitoy uni nima qilmaydi? Bir mazgil u yanni o'ynaydi. Albatta o'ynaydi Xitoy uni. Ammo oxirgi borgancha yana shu bizni tutun qirich niyati yo'q. Xitoyning niyati bor. Bizni birimizni saqlash niyati yo'q. Faqat navbat kelmaganligi. Siz men saqalliqim faqat bizningki navbatimiz kelmaganligi degan gap. Bunu bilishimiz kerak va bizningki birdan birlam mavjudligimizni saqlay oladigan kishilik huquqimizni, erkinligimizni, insonligimizni saqlay oladigan bir narsa davlatimizning bo'lishi. Qaranglar qarindoshlar. Töyjünün yazı kam kusulavatdı, kırıvatdı, xalqaradan biz narazılık bildirdik, anda kıldık, manda kıldık degeni bilen bir devlet yoki xalqaralık bir
devlet yoki xalqaro birlashmasi amaliy bir harakat qilgani yo'q. Bizni qutqizish uchun, xuddi o'z vaqtida Yahudilarni qutqizish uchun amaliy bir harakat qilmagandi. Oxirida Yahudilar nima dedi? Bizningki Avstraliya davlatini asli keltirmasak, biz mavjudligimizni saqlayolmaymiz deb hammasi mayli ko'z qarashlari diniy jihatdan boshqa jihatdan o'xshash bo'lmagan bilan hammasi bir yog'i bir narsaga o'xshash keldi. U bo'lsa Avstraliya davlatini asli quramiz. Mavjudligimizni saqlash uchun mushirlam qoldi. Hech kim biz bilan kari yo'q. Ölsakmi kari yo'q, tirilsakmi kari yo'q. Deb ular shuni qildi. Shuni tushunib davlatini asli keltirdi. Bizmi shuni qilishimiz kerak. Chunki hech kimning kari yo'q. Sizningki u yerda sargardon bo'lishingiz, meningki bu yerda sargardon bo'lishim davlatimizningki qo'ldan tortqizib qo'yganligimiz. Yalvarib u yerdan u yoqqacha, bu yoqqacha men panolik beramiki, men ishim og'ramiki. Siyoset o kadar bir rezil nasiki, o kadar qar nasiki. Bu dünyanınki vaziyeti. Hammasi faqat o'zining manfaatini o'ylaydi. Hammasi faqat o'zining manfaatini o'ylaydi. Siyosetda o'dalik do'stlik, nimelik, insoniyatchilik ular faqat shu eg'izli gap qilib qo'ygan masalan, meniki BDT'ninki chiqargan qonun qarasak, eg'izda bu nimeninki indigenous people'larning o kadar cho'ng haqqi borki, ko'rinishda. Va u o'zini boshqara oladi ekan-ku. Boshqarish haqqi shu kichik bir rayon qilib, nim qiliqli. Ba'zi rayonlari bir necha kilometrliklar rayonlar. Shu yag'illam nim qiliqli. Shu yerda o'zininki madaniyatini yashalaydi. Xuddi biz ma uyamda men namoz o'qamdim. Mustaqillikda damdim, dimamdim. İçemdim, çekemdim, çekmemdim, o'zimning haqqi degandek lan. Shunchalik lan. Tashqi jihatdan hech qanday nimasi yo'q. Tashqi jihatdan hech bir haqqing yo'q. Faqat yig'layotgan bo'kka imizga sep qo'ygandek lan. Imizgini emib qilib o'zimizni boshqaryapmiz deymiz shu. Agar indigenous people bo'lib qolsak, buni qabul qilib qolsak, va buni hargiz qabul qilmaymiz. Agar millatim deydigan bo'lsanglar, davlatim bo'lmaydigan bo'lsanglar, buni qarshi tursizlar. Va bunda Uyg'ur rayon, indigenous people, bunda deyasizlarga imzo qilib yurmaysizlar. Burun imzo qilib, bilmay imzo qilib qo'ygan bo'lsanglar, u o'tib ketdi. Bunday kim buni qilmayman deb nim qilishinglar kerak. Bunday kim qilmaslik kerak. Chunki ko'rinishdan narsa yaxshi, butun dunyo yaxshi. O kadar xiyoliy ekanmiz biz. Men shunday deyman. Hamma narsa, butun dunyo yaxshi. Ammo inchki narsalarda biz uqmaydi ekanmiz. Nim da'vatqanligini tafsiliy o'qimasak, tushunmasak, tafakkur qilmasak, o'ylamasak, ma'vo kelgisimga nima keladi? Ma'manda debdi kelgisimda bu mening millatimga qanday narsa keladi, qanday oqibat keladi deb o'ylashimiz kerak. Xuddi 2018da biz 100 ming kishilik imzo qilgan vaqtimi hikoyadan qilmadik buni. Olimi chiqargan to'g'ri Xinjiangdagi nimani zulmni nim qilinglar, zulmni e'tirof qilinglar deb, zulmga qarshi turinglar deb yozib ekan bu. Xinjiangdagini qabul qilsak shu Xinjiangdagi Uyg'ur va boshqa az sonli millatlar. Keyin Xitoy uni bizning yuzimizga ala deb nima qiladi. Sen meniki hukmronligimni deb qabul qilding. Faqat bir turkum az sonli Uyg'urlar bor, shu bo'lginchilar, shular bilvatmi deydi,
Qalan Uygurlanması baş ixtiyar xuşal yaşayotydy, usul oynayotydy dep künde usulny kelimesini koydu. Xitay. Daim resimlerde şu usul oynayotgan Uygurny köstüdi. Akelep nimqisimi şu usul oynayotgan Uygurnyň videosunu köstüdi. Mana Uygurlar xuşal. Bu ala fakat şu asallyk nimeler. Bir türküm bölginçiler dep oturdu. Biz bölginç emas. Biz Xitaynyňki u ýerine bu ýerini bilimiz demäwotmyz. Biz özümizniň döwletimiz näsle keltirimiz däwotmyz. Kısaca etsem, indigenous people döwletçilik prinsipiga karşı. Eğer döwletin ba diýdigan bir millet bolsaňyz, siz indigenous people salayetini kabul kılmayısınız. Çünkü o tamamen zıtkilidir. Şunu bilen kısaçılap desem, şu mezgizlik yapmak bu şu. Degen yazı 40 minutun yazı düşündürüp atdım. Ma videonu takip koyanlar. Anandikin yana dep koyay. Mesela bu Burhan Ulugyol apandim ve başka qarindaşlar. Eğer bu şini o ma rasken nimiken dep indigenous people'ning kelimesini aqlap atqanlar bilip bilmeyin. Bu sizlerge tanqid dep nim qilmayli, faqat düşündiriş. Şunun için şahsi algımanlar, Türkçilde de şahsi algıma. Çünkü ben bir yer şahsi, hiç kiminin şahsi nimisiga tegmäwatym men bir yer. Faqat meninki döwlet menfaatim, yani Şarkı Türkistan'ın döwlet menfaatiga, umumiy halkymyzyň milli menfaatiga zıt bolganlyk üçin bunu sözläwatym. Bolmasa bu ýerde sözleşimden hiç adeti yok. Rahmet. Ani takip koyanlar, başka qarindaşlar, nimqip koyanlar, teşkilatdaki kişiler, faaliyetçiler bunu anlanlar. Veya da silahını tanqid qilmayotman. Çünkü köpünçilerimler nimegi misal qilayotganligini, niminin imqilayotganligini bilmeysizlar. Çünkü Uygur diddaplam, hoş bulaplam, çavak çalsalar bizni tilgapdi deb tillawatsymı uqmay, siyasi jihatdan bizga yo'q qilaman dawatsymı imzo qilib siyitnovchilik qilib ketadigan ishimiz bor. Siyitnovchilik qilmaylik qarindoshlar. Rahmat. Mustamlikçilerning Sharq Turkistonni sömürüş ve sunniy millet yaratish projelerining qazınını örüp tashlash yoki yangi ishlangan yog'och qozonlarda qaynab halok bo'lish va yoki qadimiylikka ega bo'lgan ko'kleri yer yuzining qatlarga, bayroqlari samoviy ko'k osmonga bog'langan va ko'k bayroqni to'qilgan bir millatning dostonini tarix sahnasiga qayta elib chiqish navbatda siyosatchilarimizdan tortib olim ulamolarımizgacha, tijoratchidan hunarvan kasblargacha barchamizning o'rtaq samimiyatda kuch chiqarishiga qarashliq turibdi. Burhan Muhammadning yozmalaridan elindi. Hürmetli görürmenler, haberlerimizden kögün Allah için köp rahmet. Kiler kıtım programımız görüşkice Allah'a emanet olun sizler.